Qo'shni. O qo'shni. Qo'shni. Qulayapti shekilli, iplosa. Iplos qulayotganidan foydalanib olayım men. Iplos shunaqa ham chiroyli qilasanmi? Endi ben ko'rolmaydi, kamerasi ham yo'q, battar bo'lsin. Hozir 1 minut. Hozir mana chiqyapman. Hozir qo'shni. Hozir shu patingni ham kiyib olay. Voy iplos qo'shnim yana chiqdi-yu, ko'rolmaydigan akalar. Mana shunaqa ko'rolmaydigan qo'shnilarning bo'lsa ham, suv sessalar ham hech narsa bo'lmaydigan. Aka olib keling cho'tkanimizni. Yuvib olsalaring hech narsa bo'lmaydi. Aka ko'rsating mana. Aka qaranglar. Yuvib olasiz, mana shu ko'rolmaydigan qo'shnilarga imini tashab qo'yinglar. Eng qiziqarli joyi garantiyasi 10 yil bo'ladi bularga. Akalar, O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsatishadi. Yana bitta zo'r afzallik jihati narxi 80 ming so'mdan 120 ming so'mgacha bo'lar ekan. Endi 80 ming bilan 120 ming nima farqi bor deganlarga, masofaga qaraladi va kvadratga qaraladi. Mana shunaqa ko'rolmaydigan qo'shnilaring bor-ku, xotirjam o'ylanmanglar, chiroyli qilib mana yuvib, tozalab, kachillab olsalaring bo'laveradi. Endi suvimiz loyib qoldi, toza suvimiz bo'lganda yana ham chiroyli bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, toza suvda hozir yana yuvamiz. Olib keling, sirasi qo'yib oling. Toza suvda mana shunaqa bo'lib chiroyli bo'ladi. Mana garantiya sizlarga mana shunaqa bo'ladi. Qaranglar, oqarib qoldi. Bo'ldi. Ana shunaqa ko'rolmaydigan qo'shnilarni belgilab tashab qo'yinglar, garantiyasi bor. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Kimgadir zarur bo'lsa, bexijolat pastdagi raqamlarda kutamiz. Bizda yangi bo'lsa, podpisatsiyani bosib qo'ying.